Hammaga assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va biz muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. Sizlar uchun hali bozorga chiqmagan navbatdagi avtomobillarimizni ko'rsatib o'tishda davom etamiz. O'rtoqlar, dehqon akalarimizdan Kia Sonet avtomobilimiz zudlik bilan sotilar ekan. Hozir men sizlarga ushbu avtomobilimizni texnik holatlarini tanishtirib ko'rsatib o'taman. Do'stlar, ko'ringlar, agarda sizlarga ma'qul kelsa, mana ekranda egalan nomeri bemalol shu nomerlar bilan bog'lanib, borib ko'rib, tekshirib, o'rtoqlar, mana sotilib ketib qolmasin, tezda aloqaga chiqaverasizlar. Unday bo'lsa do'stlar, boshlayveramiz. Ushbu Kia Sonet avtomobilimiz ikkinchi pozitsiyasi ekan. O'rtoqlar, 2024-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Yurgan masofasi endigina 19500 kilometr yo'l yuribdi. Kraskalari ham top toza, petno rehtovkalari ham yo'q. Xohlagan ustasini olib kelib minib ko'rib tekshirib olishi mumkin deyishyapti. 4 ta yumshoq archa ballonlarigacha qo'yib qo'yilibdi o'rtoqlar. Ushbu avtomobilimizga kamiga metan gazlarigacha o'rnatib qo'ydim deyishyapti. Shu 30 talik metandan 3 ta jami 90 talik metan gazlari ham bor. Bitta zapravka bilan Danni yo'lga 380-400 kilometrgacha yo'l bosib o'tyapti deyishyapti. Amortizatorlarni ham boshqa amortizatorda qo'yib qo'ydim. Yumshog'idan qilib mashina ходовой sistemalari ham cho'tka qilib qo'yishibdi. Xullas, mashinamiz bir so'z bilan aytganda ideal holatda olasiz, minasiz, 1 so'm rasxoti yo'q deyishyapti. Narxiga do'stlar 210 million ozmoz kami bor deyishyapti. Albatta, Oybeguz kanalidan ko'rib chiqdim deganlarga o'rtoqlar, bozordan anchagina arzon qilib beraman deyishyapti. O'zim zavoddan olib, birinchi qo'l o'rtoqlar, o'zim olib deyishyapti. Shu 15 million 20 million sarflab qo'ydim deyishyapti. O'rtoqlar, Laboga ham barter qilaveramiz deyishyapti. Agarda labongiz bo'lsa, o'rtoqlar, barterga ham kelishsak bo'ladi. Hujjatlardan muammo, kamchiligi yo'q. Generalli deganlarga o'rtoqlar, generalli ham qilib beraveraman deyishyapti. Manzil Qashqadaryo, Ko'kdalada turibdi. Ushbu Kia Sonet avtomobilimiz qiziqqanlar bo'lsa, mana ekranda nomerlari, bemalol shu nomerlar bilan bog'lanib, albatta Oybeguz kanalidan ko'rib chiqdim desanglar, o'rtoqlar, sizlarga bozordan anchagina arzon qilib beradi. Eng asosiysi o'rtoqlar, dehqon akalarimizdan shoshilinglar do'stlar, mana sotilib ketib qolmasdan ulgurib qolinglar. Ushbu videoni o'rtoqlar, Kia Sonetda shu dehqonlardan va arzonidan qidirib yurgan yaqininglar bo'lsa, tashab qo'yinglar. Ha, aytgancha o'rtoqlar, sizlarda ham mabodo shunga o'xshash sotiladigan texnikalar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Onlayn reklama qilib beramiz. Bozorga olib bor, 2 bozor, 3 bozor sarson bo'lib yurmaysiz do'stlar. Bizda sotish koeffitsiyenti anchagina yuqori. Juda ham ko'p obunachilarimizga onlayn reklama qilib sotib ishlarni bitirib beryapmiz. Sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, shu tepadagi raqamlarga murojaat qilinglar. O'zim chiroyli qilib reklama qilib beraman o'rtoqlar. Ushbu avtomobillaringizni sotishga qo'ldan kelgancha yordam qilaman o'rtoqlar. E'tiborli uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan men Oybek Ashurov bo'ldi. Keyingi videolarimiz orqali ko'rishguncha xayr, sog', omon bo'linglar.